Bugun men sevimli jiyanimni o'tganini qilib kokteyl tayyorlashni boshladim. O'z umrimda birinchi marta kokteyl qilyapman, lekin qanaqa qilinishini bilaman, lekin o'sha narsani birinchi marta. Jiyanimni aytganini qilib birinchi suv soldim, sut soldim. O'zim menimcha birinchi banan yo qulupnik shunday narsalar solsa kerak. Hop, qiyin deb turdilar, sutni mana quydim. Keyin to'g'ralgan bananlarni olib, ularni ham orqasidan soldim. Bilmayman, sutni necha marta quydim. Keyin bananlarni solganimdan keyin mana ko'rib turibsizlar, tushib ham ketdi. Keyin shartta olib solib tashladim. Xullas, bananlarni solib bo'ldim. Keyin ichiga shokoladdan qo'shishim kerak ekan, solmoqchi edim, jam qo'ymadi. Men birinchi bananligini ichaman, keyin men ichib bo'lganimdan keyin shokoladni solasiz. Hozir shakarni soling dedi. Shakarni soldim. Keyin shokoladni qo'yib qo'ydim bir chekka. Uni ham bolalar ko'pligidan chuqurlab kamaytirib qo'yishdi. O'rgatib turdilar, po'shog'on. Keyin qaysini bosishsa bilmay, shuni bosaman yo bismillah deb boshladim. Men uni shikili. Ketdi. Mototsiklda haydaganda haydaverdim buni ham. Bilmayman. Ana bananlari bunaqangi bo'lib erisa. Bitta qarab olishingiz kerak. Xullas, o'zlarini eshitganlaringdek bitta qarab olishim kerak ekan. Olib, birinchi bo'lib o'zlariga ko'rsatdim, ko'ringchi tayyor bo'ldimi deb. Keyin ma'qul kelishga quyib bering dedilar. Birinchi o'zlari tajribadan o'tkazarkanlar. Ma'qul kelsa olib olishadi, keyin arga shokolad qo'shaverar ekan. Ana, baho berish boshlandi. Xullas, yoqibdi. Endi shokoladni qo'shaveramiz. Bu shokoladni oti esimda yo'q, lekin ichi g'ovalik. O'talik pokekka o'xshagan narsa, yumshoq. Uni ham solib tashladim. Lekin qandaydir shokolad qo'shadimchi o'tirmaganga o'xshadi. Bekorga o'sha shokoladni men ichib bo'lganimdan keyin qo'shing degan ekan jiyanim.